Xo'sh, biz hozir logaritm va asosga ko'ra x ni bir asosdan boshqa asosga ko'ra o'tish formulasini ko'rib o'tamiz. Ya'ni mana shu formula misolda ko'rganmiz. Logaritm 2 asosga ko'ra 3 bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir 2 asosga ko'ra 3 emas, boshqa a asosga ko'ra b bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir s asosga o'tmoqchi bo'lsam, logaritm s asosga ko'ra b taqsim logaritm s asosga ko'ra a deb ishlab ko'rgan qo'yamiz. Mana shu formula qayerdan kelishini isbotini ko'rib o'tamiz. Buning uchun isboti quyidagicha. Logaritm b asosga ko'ra x teng qanaqadir y deb belgilash kiritaman. Y deb belgilash kiritaman va x topadigan bo'lsam, logaritm tarifiga ko'ra b darajasida y hosil bo'ladi. Endi x teng b darajasida y hosil bo'ladi. Endi ikkala tomonni ham logaritmni ko'ramiz. Ya'ni logaritm a asosga ko'ra logaritm a asosga ko'ra x teng logaritm a asosga ko'ra b darajasida y hosil bo'ladi. Endi xo'sh, bu yerdan y ni oldinga tushiradigan bo'lsam, y oldinga tushadi. Ya'ni bu formula isbotini ko'rib o'tgandik. Y ko'paytirilgan logaritm a asosga ko'ra b hosil bo'ladi. Endi ikkita tenglik hosil bo'ldi. Logaritm a asosga ko'ra x teng y ko'paytirilgan logaritm a asosga ko'ra b. Demak, mana shu ifodadan y topadigan bo'lsa, formula isbotlanadi. Ya'ni y teng logaritm a asosga ko'ra x taqsim logaritm a asosga ko'ra b. Ya'ni mana shu formulani isbotlanadi. Y ni joyidan qo'yadi, y o'rniga qo'yamiz. Logaritm b asosga ko'ra x teng logaritm a asosga ko'ra x taqsim logaritm a asosga ko'ra b degan formulani isbotlanadi.